Psixikaga dair kitap o'qisam bo'ldi, psixikani bir o'rganib baqsam bo'ldi degan do'stlarga, mana o'zingizning psixika doktori bo'ling. So'z zidishini yishing bilan jo'ngishini tinish qalab degan mana men ikki kitobni olib keldim. Bu kitaplarning asli bahası 38 koy, 39 koy ekan to'q. Endi bugun qadi kitapning funksiyalariga meni guvanjoq qilib, bu filmni birdan yaxshi yurak bergan do'stlarga faqat 19 koy kirasi haqsiz oldingi 100 kitaplar shunda yoqtirgan do'stlar ostidagi seri qarbidan setib olsanglar bo'ldi. Endi psixikaga doir kitap har qanday birimizning o'zimizning o'qishi zarur bo'lgan, o'zimiz o'rganib bilib tegishlik nihoyat bir zarur, nihoyat bir yaxshi kitaplar. Kitapning ismidan chiqib turdi, o'zingizning psixika doktori bo'ling deb. Sizning psixikangizni davolaydigan eng yaxshi doktor yana dal o'zingiz. Siz qanday o'ylaysiz?